Eslatma, ushbu video Google Translate tomonidan tarjima qilingan. Laylofans kanalidagi eng qiziqarli va eng kulgili izohlar. Kanalimizdagi eng qiziqarli va eng kulgili izohlarni qisqacha e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Avvalambor, bu yerda kanalimizda eng ko'p qo'llaniladigan fikr-mulohaza, ya'ni Laylo omad sozidan boshlaylik. Bu soz raqobatchilarsiz birinchi o'rinni egallaydi. Kanalda ikkinchi eng ko'p komment yoki so'z "Men seni sevaman Laylo". Kanalda uchinchi eng ko'p qo'yilgan izoh yoki so'z "Laylo singlim". Bizningcha, kanaldagi eng kulgili izohlar bir ishtirokchiga o'xshab ketadi. Menimcha, Laylo Sobirovani faqat menga yoqmaydi. Yoki boshqa ishtirokchiga o'xshab, bu bolalarni bu videolar bilan aqldan ozdirishni bas qiling. Jimgina mashq qiling. Biz kanal a'zolari bu fikrga qo'shilmaymiz, chunki sportchi doimo muxlislar bilan aloqada bo'lishi va ularni o'z faoliyati haqida xabardor qilishi kerak deb o'ylaymiz. Bu zamonaviy dunyodagi har bir sportchining ishining bir qismidir. Layloga ham sportda, ham shaxsiy hayotida omad va baxt tilagan ishtirokchilarning ko'pchiligidan juda yoqimli fikrlar bildirilmoqda. Bu safar biz xotiradan yozdik, ammo bundan buyon barcha qiziqarli sharhlarni sanab o'tamiz. Hurmatli ishtirokchilarimizga shuni ma'lum qilamizki, kanalimizda biz barcha izohlarni o'qiymiz va agar nomaqbul izohlarni ko'rsak, ularni o'chirib tashlaymiz va hatto ayrim ishtirokchilarni bloklaymiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kanalimizdagi fikr-mulohazalarning mutlaq ko'pchiligi ijobiydir va siz go'zal sportchimiz Laylo Sobirovani qo'llab-quvvatlashda davom etishingizga umid qilamiz.